Sohibjamol va Maxluq afsona emas, haqiqat. 1537-yilda Kanar orollarida tanasi tuk bilan qoplangan chaqaloq tug'ildi. Pedro Gonsalves uni dahshatli maxluq deb atashdi, hatto o'z ota-onasi undan qo'rqib ketdi. 10 yoshida Pedroni fransuz qiroliga hayvon odam sifatida sovg'a qilishdi, ammo Genri II uni tajriba sifatida qaradi. Pedroni o'qitdi, zodagonlar kabi tarbiya berdi va natijada u sudya bo'ldi. Keyinchalik qirolicha Ketrin de Medici eksperiment tariqasida uni go'zal xizmatkorga uylantirdi. Bu g'alati nikohdan 7 nafar farzand tug'ildi. Ulardan 4 nafari Pedroning genetik kasalligini meros qilib oldi. Farzandlaridan hayvondek foydalanishdi, ularni qirollik va zodagonlarga masxarabozlik uchun sotib yuborishdi yoki sovg'a qilishdi. Ammo bu oilaning hikoyasi abadiylikka aylandi. Sohibjamol va Maxluq ertaga aynan shu voqelikdan ilhomlangan. 1991-yilda Disney bu afsonani tarixdagi eng muvaffaqiyatli animatsiyaga aylantirdi va Oskarga sazovor bo'ldi.